20-maktab 4-D sinf Abdulhayeva Sabina. Palov o'zbek milliy taomi. Palov so'zin o'zi yo'q, uyg'otadi ishtiyoq. Hatto qorni to'q inson palovga topar imkon. Piypalasang kapkirda, gurunch ko'kka sapchirda. Xushbo'y hidi olamni turar chorlab odamni. Uni surib tovoqqa, chog'lanamiz yamoqqa. Yengimizni shimirib, achchiq choydan simirib. Boramiz marra tomon, uni qo'ymaymiz omon. Yana bo'lsa keltirsin, o'ldirsa osh o'ldirsin. Top eng mashhur palovlar. 10-o'rinda turk palovi. 9-o'rinda esa karobcha palov. 8-o'rin gurunch jalov. 7-o'rinda esa jambalaya. Ajoyib, hali oldinda bundanam zo'rlari bor. 6-o'rinda esa paella. Forscha palov esa 5-o'rin. 4-o'rin kabullik palov. Endi biz top 3 o'rinlarga o'tamiz. 3-o'rin Ozarbayjon palovi. 2-o'rin O'zbekiston palovi. 1-o'rinda esa biryani yoki hind palovi. Bilasizmi, palov qaysi masalliqlardan tayyorlanadi? Gurunch palovning asosiy masalliqlaridan biri. Go'shtga kirsa palov o'ziga keladi degan gap bor va u rost. Bizga yog' ham kerak bo'ladi. Sabzini ham qo'shish esimizdan chiqmasin. Bu piyoz palovga lazzat qo'shadi. Va palovimiz tayyor.